Qizlarjonlar, bizda hozir kechki ziyofat bolalar uchun. Bu ziyofatchani plus tomonlarini sizlarga aytib beraman. Ko'pchilik kechqurun bolalarimga ziyofatcha qilib beraman desam, o'ylashdi, qimmatbaho narsalarni olib kelib, takoy anaqa banket qiladi deb o'ylashdi. Unaqa emas qizlar. Hamma ota-ona farzandiga nimadir shirinliklar olib beradi, nimadir mamnaqangi melch narsalar olib beradi yoki fruktlar bo'ladi-ku, shuni biz o'rtaga qo'yamiz. Mana 5 ta bolam o'rtaga qo'yib, bo'lishib, mana oddiy bir donagina bananni ham bo'lishib, mana bittagina marmeladni buni Samiya olib kelgan, masalan, buni Abdulloh olib keldi maktabidan, mana shunaqa qilib buni dadasi olib kelganlar. Mana bitta qondorimiz ham bor. Mana shu narsani mana oddiy qurut yoki mana bunaqa sirning palichi nima bo'lishidan qat'iy nazar o'rtaga qo'yib, bo'lishib yeyishni o'rgandi. Mana shu ziyofatcha qilganimizdan keyin, shu narsani tashkillashtirganimizdan keyin hamma bolalarim bir dona narsa olib kelsa ham o'rtaga qo'yib yeydigan bo'ldi. Masalan, hamma bolalarim maktabidanmi, boshqa joydanmi yoki buvisi, bobosi kimdir nimadir shirinlik bersa, oldin shunda olib kelishardi deb bitta o'tirishda hammasi o'zinikini o'zi yeb qo'yardi. Shunda bir o'tirishda dadasi shirinliklar olib kelib bersa ham shunda bitta o'tirishda yeb qo'yardi. Hozir nimaga o'rgandi bular? Bir dona narsa olsa ham, ayajon olib qo'ying, ziyofatda yeymiz deydi. Ya'ni bu hamma bilan o'tirib yeyishga o'rgandi. Ham ichiga tushadi, nima yegani, bittada shundoq ko'rdim demasdan yeb tashlamaydi-da. Ham birgalikda, hamjihatlikda, hamma bilan birga bo'lishib yeyishni o'rgandi. Bu qimmat narsalar, zo'r narsalar bo'lishi shart emas. Oddiy narsalar, lekin oila davrasida bir-biri bilan maza qilib yeyishadi. Shu yerda o'zida duo qilamiz. Bu yerda hozir kofelar yana qanaqadir suvlar bo'ladi. Bolalarning o'zi fruktlarni mana qilib kesib kelishadi. Xullas, faqat bu narsa foydaga ishladi.